Nabaviy tarbiya. Adham Sharqoviy. Buni siz uchun qilyapman. Butun arablar musulmonlarga qarshi oyoqqa turdi. Ichki tomondan Bani Qurayza yahudiylarining xiyonati dard ustiga chipqon bo'ldi. G'atafon qabilasidan Uyayna ibn Hisn Bani Qurayza yo'lidan yurib, ahvolni yanada og'irlashtirdi. Musulmonlar go'yo ombirning ikki tishi orasida qolgandek edilar. Biri arab sahrolaridan kelgan uzoqdagi dushman, ikkinchisi esa ahdni buzib xiyonat yo'liga o'tgan yaqindagi dushman. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Uyayna ibn Hisn agar G'atafon qabilasini mushriklarga yordam bermasdan olib chiqib ketsa, Madina hosilining 3dan birini bermoqchi bo'ldilar. Shu maqsadda maslahat qilish uchun Avs qabilasining boshlig'i Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu bilan Xazraj qabilasining boshlig'i Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhu ni chaqirtirdilar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning odoblari edi. Zero Madinaning mevalari ularniki edi. Ulardan ruxsat olmasdan qat'iy qaror chiqarishni istamadilar. Shu masala haqida gaplashganlarida ular aytishdi: "Ey Allohning rasuli, agar buni sizga Alloh amr qilgan bo'lsa, bosh ustiga. Ammo agar buni biz uchun qilmoqchi bo'lsangiz, aslo hojati yo'q. Biz ham, ular ham mushrik edi. But va sanamlarga sig'inardik. O'shanda ular Madina xurmosini yemoqchi bo'lishsa, faqatgina sotib olib yoki ziyofat bo'lganida yeyishardi. Endi Alloh bizni siz tufayli islom bilan ikrom qilganida ularga molimizni beramizmi? Allohga qasamki, ularga faqatgina qilichimizni beramiz." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni maqtadilar. Fikrlarini qo'llab-quvvatladilar va dedilar: "Arablar sizga qarshi bir yoqadan bosh chiqargani uchun men buni siz uchun qilmoqchi edim." Masala ko'rib turganingizdek siyosiy edi. Urush boshlangan, hamma ham urushdan kamroq talofat ko'rib, g'olib bo'lib chiqish yo'lini qidiradi. Barchaning o'z fikri bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallam G'atafon qabilasi bilan muzokara olib borib, ularga qaytib ketish evaziga Madinaning 3dan 1 hosilini bermoqni istadilar. Ammo Sa'd ibn Muoz bilan Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhuma bu ishda xorlikni ko'rdilar. Agar Alloh amr qilgan bo'lsa, bo'ysunishlarini bildirishdi. Ammo Nabiy alayhissalom qon to'kilmasligi va Madinani saqlab qolish uchun shunday qilayotgan bo'lsalar, bu fikrga qo'shilmasliklarini aytishdi. Dushmanga faqatgina qilich bilan javob qaytarishga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham ularning fikrini quvvatladilar. Har bir insonning shaxsiy fikri, qarashi va voqelikdan chiqargan xulosalari bo'ladi. Bu uning ma'lumotlarini tahlil qilishi va shu orqali foyda zararni belgilashidir. Musibatimiz shundaki, biz o'zimizning fikrimizga yurishga odamlarni majburlamoqchi bo'lamiz. Go'yo buni o'zgartirib bo'lmaydigan vahiy deb xayol qilishadi. Vaholanki vahiy sohibi bo'lmish Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarining fikrini olyaptilar, e'tirozlarini qabul qilyaptilar. Chunki Nabiy alayhissalomning fikrlari vahiy emas, siyosat, ijtihod va shaxsiy qarash edi. Boshqa tomondan har qanaqasiga siyosiy fikr, ijtihod va shaxsiy qarashni xiyonat deydiganlar bor. Ular to'shakda yonboshlab olib, chegarada turganlarga fatvo berib o'tirishadi. Falon joyda tinchlik mumkin emas, piston joyda urush mumkin emas deb o'tirishadi. Siyosat bilan shug'ullanayotgan kishi ham insonligini unutmaslik kerak. U ham xato qiladi, to'g'ri aytadi. Uning insonlarni o'zining fikriga majburlashga haqqi yo'q. Ommaning ishi bilan mashg'ul bo'ladigan kishilar mujtahidni ma'zur tutishi, u haqda yaxshi gumon qilishi, unga nasihatda bo'lishi lozim. Kim rahm qilmasa, rahm ko'rmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning majlislari doimo diniy va dunyoviy madrasa edi. Buni tushunish uchun u zotning siyratlarini aql ila o'qish kifoya qiladi. Tarbiyalanishimiz va yumshashimiz uchun muborak siyratni qalb ila o'qishimiz lozim. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning majlislariga Aqra ibn Hobis keldi. Nabiy alayhissalomning atroflarida nabiralari Hasan ibn Ali roziyallohu anhu o'ynab yurgandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nabiralarini erkalab o'pdilar. Shunda Aqra dedi:
mening 10 bolam bor, ularni biror marta o'pganim yo'q. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Man la yarham la yurham." Kim rahm qilmasa, unga rahm qilinmaydi. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Bir arobiy keldi. Nabiy alayhissalomning nabiralari Hasan ibn Ali u zotning oldilarida edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni o'pdilar. Shunda arobiy dedi: "Sizlar bolalaringizni o'pasizlarmi? Biz esa o'pmaymiz." Nabiy alayhissalom dedilar: "Alloh sening qalbingdan rahmatni sug'urib olgan bo'lsa, men nima qila olardim? Kim rahm qilmasa, unga ham rahm qilinmaydi." Alloh taolo adolat ila jazoni ham, mukofotni ham o'zining jinsidan qilib qo'ygan. Yaxshining mukofoti o'ziga o'xshagan yaxshi bo'ladi. Yomonning jazosi o'ziga o'xshagan yomon bo'ladi. Fir'avnning cho'kishiga uning: "Ey qavmim, Misr mulki va mana bu ostimdan oqib turgan daryolar meniki emasmi?" degan gapi sabab bo'lmadimi? Alloh taolo dengiz suvini uning ustidan oqizdi. Shahid qabrida fitnaga uchramaydi. Uni fitnadan qilichining yaltirashi saqlab qoladi. Qiyomat kunida eng avval kiyim kiydiriladigan inson Ibrohim alayhissalom bo'ladilar. Chunki qavmlari u kishini olovga uloqtirganda olov kiyimlarini yeb qo'ygandi. Bu dunyo aylanaveradi. Birovga suv bersangiz, ertaga o'sha qadaxda sizga suv berishadi. Yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon. Faqirning qo'liga qo'yadigan har bir sadaqangiz ertaga sizni boshqalarga qo'l cho'zib sadaqa so'rashdan to'sadi. Bemorning davolanishi uchun dori-darmon olib berishingiz sizga o'shanday og'ir bemorlik yetishidan muhofazadir aslida. Yiqilganni ko'targan qo'lingiz siz uchun zaxiradir. Bir kuni yiqilsangiz, sizni ko'taradigan qo'l topiladi. Mazlumga qilgan yordamingiz siz uchun zaxiradir. Bir kuni sizga zulm qilishsa, u sizga yordamga keladi. Boshqalar yo'qligida ular haqida aytgan har bir yaxshi gapingiz siz uchun zaxiradir. Kun kelib, yo'qligingizda ham siz haqingizda yaxshi gaplar aytishadi. O'zingiznikidek himoya qilganingiz har bir obro' siz uchun zaxiradir. Kelajakda birov sizni beobro' qilishni istasa, u sizni himoya qiladi. Hatto vafot qilib ketganlar haqida qilgan duoyingiz ham siz uchun zaxiradir. Bir kuni vafot etganingizda sizni ham duo qiladiganlar topiladi. Yaxshilikni Alloh kabi muhofaza qiladigan hech kim yo'q. Esingizdami? U ota-onasi solih bo'lgan 2 yetim bolaning yiqilgan devorini tiklash uchun o'zining nabiysi va valisini yuborgan edi. Alloh Musoga rahm qilsin. Hunayn g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi insonlarga ko'proq o'lja berdilar. Aqra ibn Hobis va Uyayna ibn Hisnga 100 tadan tuya berdilar. Arablarning ba'zi kattalariga ham shunga o'xshash narsalar berdilar. Bu bilan ularning qalbini islomga ulfat qilmoqchi bo'ldilar. Chunki da'vat ishida ularning o'ziga xos ta'siri va ijtimoiy o'rni bor edi. Shunda kishilardan biri: "Allohga qasamki, bu adolatli taqsimot bo'lmadi. Bundan Allohning roziligi istalmadi", dedi. Uning bu gapini Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu eshitib qolib: "Allohga qasamki, bu gapingni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga albatta aytaman", dedi. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga borib aytdi. U zotning yuzlari g'azabdan qizardi va shunday dedilar: "Agar Alloh va Rasuli odil bo'lmasa, kim odil bo'lar ekan?" So'ngra birozdan keyin tinchlandilar va "Alloh Musoga rahm qilsin. Unga qavmi juda ko'p ozor bergandi, u esa sabr qildi", dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu: "Allohga qasamki, bundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga gap olib kelmayman", deb o'ziga so'z berdi. Qadimda arablar insonlarni rozi qilish yetib bo'lmas istakdir deyishgan ekan. Agar insonlarning ahvoliga nazar solsangiz, ularning hatto Alloh taologa g'azab qilganini ko'rasiz. Masalan, kimdir rizqiga qanoat qilmaydi. Boshqasi birovning mansabiga hasad qiladi. Yana biri kimningdir uyiga hasad qilsa, boshqalari birovning puliga havas qiladi. Shunday ekan, sizda to'g'ri ish ham bor, xato ish ham.
Shunday bo'lganidan keyin inson sifatida butun insoniyatni rozi qilishni xayolingizga ham keltirmang. Parvardigorlari taqsimotiga rozi bo'lmagan insonlar sizning taqsimotingizga rozi bo'larmidi? Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning taqsimotlari tanqidga uchrab turgan bo'lsa, sizning hamma qilgan ishingizni kishilar to'g'ri deyisharmidi? Alloh Muso alayhissalomga rahm qilsin. Qavmi u kishiga ko'p aziyat berdi. U kishi sabr qildilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam oldin o'tgan payg'ambar birodarlari siyratidan o'zlariga tasalli olar edilar. Qanday ajoyib tasalli. Siz ham ular ila tasalli toping. Agar sizda noqobil farzand bo'lsa, Nuh alayhissalomdan tasalli oling. U kishining o'g'li kemaga minishdan bosh tortgan edi. Agar otangiz ma'siyat ustida bo'lsa, Ibrohim alayhissalom ila tasalli toping. U kishining otasi Ozar mushrik edi. Agar sizda itoat qilmaydigan xotin bo'lsa, Nuh va Lut alayhissalomlardan tasalli oling. Ularning xotinlari kofir bo'lgan edi. Aziz ayollarimiz, agar sizda osiy er bo'lsa, Fir'avnning xotini Osiyo ila ovuning. Alloh unga atab jannatda uy qurdi. Uning eri men oliy Robbingizman degan edi. Agar sizda fojir qarindoshlar bo'lsa, Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan ovuning. Amakilari Abu Lahab bilan uning xotini u zotni yolg'onchi va sehrgar deb ayblagan edi. Agar aziz insoningizni yo'qotsangiz, Yoqub alayhissalom bilan ovuning. Qattiq bemor bo'lsangiz, Ayyub alayhissalom bilan ovuning. Sizga tuhmat qilishsa, Yusuf alayhissalom bilan ovuning. Payg'ambarlar siyrati ermak uchun yoki zerikkanda o'qib qo'yiladigan qissa emas. Ular maviza va ibrat darslaridir. Yaxshilar siyratida ovunch ko'p. Haqdorning gapirishga haqqi bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir kuni bir arobiydan bir vasaq xurmo evaziga tuya sotib oldilar. Vasaq taxminan bir hayvon ko'taradigan miqdor. Uylarga kelib, aytilgan xurmoni unga bermoqchi edilar, ammo ahillari uni sadaqa va hadya qilib yuborishgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uydan chiqib arobiyga shunday dedilar: Biz sendan bir vasaq xurmo evaziga tuya sotib olgan edik. Uydan xurmoni qidirib topa olmadik. Shunda arobiy baqirdi: Bu qanaqangi xiyonat bo'ldi? Kishilar unga tanbih berishdi. Alloh seni qatl qilsin. Allohning nabiysi ham xiyonat qiladimi? Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahobalarga unga tegmanglar. Haqdorning gapirishga haqqi bor dedilar. So'ngra sahobalardan birini Huvayla bint Hakimning uyiga borib, qarzga bir vasaq xurmo olib kelishini buyurdilar. U borib olib keldi. Xurmoni arobiyga berdilar. Keyin u jo'nab ketdi. Hikoya qisqa bo'lsa-da, bunda ko'p dars va ibratlar bor. Birinchisi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam ahllarini u kishidan so'ramasdan xurmoni ishlatib yuborgani uchun urushmadilar, tergamadilar. Hatto kim yeganini, kimga berishganini, kimlarga sadaqa qilishganini ham so'ramadilar. Erkak kishi uyida mana shunday bo'lishi kerak. To'g'ri, uyda moliyaviy tartib o'rnatilishi yaxshi narsa, ammo kishi xotinlari bilan xuddi xazinabon singari muomalada bo'lishi ayibdir. Ulardan uyga kirgan xurmoni, chiqqanini, yegan luqmasini yozib borishini talab qilish yaxshi ish emas. Ayollarning birinchi dushmani baxillikdir. Molga baxillik qilish, mehrga baxillik qilish, e'tiborga baxillik qilish. Ikkinchisi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam xurmoning yo'qligini bilishlari bilan arobiyning oldiga chiqib unga xabar berdilar. Mana shu nubuvvat odobidir. Bugun biz o'zimizni bilmaganga solishga o'rganib qoldik. Birov sizdan qarz so'rab keladi, unga berib yuborasiz. Qarzingizni qaytarib oladigan vaqtingiz kelganida uni topa olmaysiz. Qarzdor qarzini beradigan vaqt kelsa-yu, uni bera olmasa, haqdorning oldiga borib, unga vaziyatni tushuntirishi lozim. Yana vaqt so'rash kerak. O'zini bilmaganga solib yurishida ikki yomon narsa bor: va'dada turmaslik va yaxshilikka yomonlik. Uchinchi, payg'ambarimizning xokisorligiga boqing. U zot sahobalarning haligi arobiyga qo'polligi uchun tanbih berishlariga rozi bo'lmayaptilar. Uni o'z holiga qo'yishlarini talab qilyaptilar. Haqdorning gapirishga haqqi borligini aytyaptilar.
Ayolingiz qalbini gohida qabih so'zlar bilan jarohatlaysiz. So'ngra u sizga noloyiq gapni aytadi. Siz uning gapini muhokama qilishga o'tib ketasiz. Negadir asl muammoni unutib, ikkilamchi muammoni muhokama qilasiz. Bir kishini aldab ketishgan. U qayerda bo'lmasin aldov va hiylani yomonlab yuradi. Ana shunaqalarga tarbiya berishdan, ijtimoiy fazilatlarni gapirishdan avval ularni tushunishga, muammosini anglashga harakat qilishimiz lozim. 4-si, insonlarning aqli va bilimi turlicha bo'lgani sababli ularning tushunchasi ham turlicha bo'ladi. Hammadan bir xil pishiqlikni, aql va ziyraklikni kutib bo'lmaydi. Fahm ham rizq. U hammada har xil bo'ladi. Agar bu Arobiyning o'rnida biror sahoba bo'lganida, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga butun Madinaning xurmosi sizga fido bo'lsin der edi. Arobiy esa bu qanaqangi xiyonat bo'ldi, deyapti. Biz aql va tabiatlarning turlichaligini hisobga olishimiz lozim. Biz faqatgina tashqi tomondan bir-birimizga o'xshaymiz xolos, ammo ichki tomondan barchamiz alohida bir olammiz. Ba'zi insonlar oddiy hazil uchun yillab arazlab yuradi. Ba'zilarning qalbini jarohatlab qo'ysang, hatto ularning yashagisi kelmay qoladi, ammo qadimgi do'stlikni saqlab qolish uchun o'zini bilmaganga solib yuraveradi. 5-si, birov sizdan yomon yo'l bilan haqqini talab qilsa, bu uning haqqini yo'qqa chiqarib qo'ymaydi. Ba'zilardan haqqingizni so'rasangiz, sizga qo'pol muomalada bo'ladi. Yo'q, azizim, haqdor haqqini so'rashga haqli. Siz haqni ado qilishga burchlisiz. Ularni tarbiya qilishga emas. Haqdorning so'rashga haqqi bor.